lekin ozgina cho'chitaman. Ya. Bosmaganim yaxshi, domlilik ko'rib chiqishadi. Haqiqiy maxluq, ishoning. BMWlar ichidagi eng tez mashinalarida BMW M5 Competition haqiqiysi va 850 ot kuchi va 2,5 sekund 0 dan 100 gacha. Tasavvur qilyapsizmi? Rostakasi mehr berilgan ekan. Oddiy misol, mana shu salondagi karbon detallariga bitta ahamiyat bering. Obshivka, torpedka, o'rta konsol, rullagacha полный karbon bo'yat. Bundan tashqari tormoznoy sistemasi karbon keramik. Haqiqatda shuni o'zi bir 20 ming dollar turadi kamida. Salon karbon detalli ham bir 25 ming dollarlarga tushgan ekan. Bundan tashqari haqiqiy Akrapovich vyexlop sistema полный. U ham qancha? Kamida 8 ming, 10 ming, kamida shunaqa turadi. BMW M5 Competition'larda ko'rurmiz, unda lukli ekan. Bu individual, ya'ni zakazga mana shunaqa lukli qilinadi. Haqiqiy MCDni dirdim-ku, o'zi M5 da. Bauer Wilkin akustika sistema. Yana qanaqadir stage 2 lar, orqada metanollarigacha bor ekan. Probegi 38 ming 2022-yil ekan. Mana shu maxluqqa bar adrenalin his ko'rmoqchi bo'lsangiz, BMW M5 emas, shunchaki competition emas, mehr kamida bir 60-70 ming xarajat hisoblab berdilar. Shunaqa mehr berilganini Srochniga 145 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. 145 ming bosib yuboring, lekin maza qilib qo'yaverasiz. Kraska bo'lgan detallari bor ekan, o'z uchun surishtirib olasiz, lekin haqiqiy maxluq.